Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana aylanma plugimiz tayyor bo'ldi. Endi buni yaqinda obzor qilib beramiz. Xo'p. Qozib ko'raylik. Ikkita LMX, rossiyskiy LMXdan qo'ydik. Xo'p, bu atsinkoviy turbadan bo'ldi atvali. Xo'sh, umumiy material ketkizilgan narsalar, materiallar 1,5lik qalin gredel deyiladi, shundan qo'ydik. Bu men bu ulaydigan joyini biz Belarus motoblokka moslashtirib turib qilib berdik hozircha. Xo'p, aylanish sistemasi shatunni palisdan qo'ydik. Xo'p. Mana bu joy shatunni palis bo'ldi, bu yog'i gredel. Xo'p, burchaklarga narsalar qo'yildi. Mana bu yog'iga bu amalizator qo'ydik, o'qni amalizatordan qo'ydik. Xo'p, mana bu materiallari 0,8lik materiallardan ishlatildi. Xo'p, aylanishi, mana aylanishi. Mana ikkala tomonga o'tib quplanadi. Hammasidan quplanadi. Xo'p, yana nimasini aytamiz endi? Razmeri hozir bu 30 santimetrga 20 santimetr. Balandligi umumiy hozir beti 30 santimetr, qarshim 27 chiqadi mana. Xo'p, bu yog'i 25 santimetr. LMXni bu boshdan bu boshiga uchun 25 santimetr. Xo'sh. Buni asosiy savollardan Xitoy motobloklarga hammasiga moslashtirib beramiz. Hozir bundan ham boshqa variantlarini ko'rib chiqyaptik. Bu hozircha Belarus motoblok uchun. Belarus motoblokda o'zini ulaydigan joyi bor. Bundaqa teshik bo'ladi u. O'shanga moslashtirib qildik bu narsani. Xo'p, yana nimasini aytib beramiz. Yerga tushishi garantiya 20 santimetr. Yerni chuqurlikda haydaydi, xudo xolasa. Mana hozir bu xo'p, o'ngga og'daradigan holati bo'lsa, bundoq qilib qo'ysak, mana chapga og'daradigan holati. Xo'p, endi bu traktorda bundoq holatda turadi. Oyog'ida bitta bosib aylantirib olinaveradi. Hozircha tayyorlaganimiz shu. Hammaga katta rahmat. Maynaqa narsalar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Ko'rayotganlar obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Hammaga katta rahmat.